Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Abdulloh, 17 yoshdaman va men daromadli treyderman. Meni ismim Suhrob, yoshim 33 da. Bugungi kunda real balanslarim bor va o'zim o'tgan profitlarim bor. $100,000 fond trader hisoblanaman. Men bilmayman. Qanaqa qilib o'zi bu sohaga kirib qoldim. Men YouTube'da video ko'rdim. Shu ana уровеньlar, пробой, retest. Shu uncha ko'p emas. 1-2 marta $10,000 dan yo'qotdim xolos. Hozir kreditim chiqsa, обязательно ishlaydigan narsa. Bitta signal kanaliga ham men nima podpiska oldim. 100% ishlaydi. Shu yerda Numinor community'sida ishlayman. O'qishga kelgandan keyin meni komandaga ham olishdi va hammamiz birga daromad qilamiz. Yo'q, u kurslar bo'lmaydi. Kurslarda laxatron-ku, aldashadi. Men o'zim internetdan ko'rib oldim. Hozir kreditim chiqsa, aniq birinchi yo'qotgan $20,000 qaytarib olsam, keyin o'sha kreditimga ham $30-40,000 topib uzib olaman. Xudo xolasa. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldimi? Ha? Sizlarda signallar yo'qmi? Bitta tillaga bitta signal bering aka. Aka bitta signal bering, aka tillaga bitta signal.